Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halibila Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarning 47. sultani Musta'in Billahni ki hayat bilan tanışıp çıkıyotgan ve mushu Musta'inga alaqadar yani mezmunlarga to'xtalib bugun oldingi darsida Musta'inki hem sultan hem xalifadan iborat ikki amalni tang tutib manganligini biz bayon qilib o'tgan edik. Yani bugun qandaq voqealar yuz berdi diqqatinglar bu dars bo'lsa, Musta'inki zamonasida bir odam isyon ko'tarib, bir shayx ismli bir odam bu o'zi sulton bo'lib oldi, Musta'inni sultonlikda elib tashlab. Ondan keyin bu shayxning vafoti deydi. Musta'in Misrga yetib kelgan vaqtida qal'ada makonlashgan. Qal'a bu hamda shu sulton turadigan cho'ng bir hokimiyatniki markazi, poytaxtdan Qohiradagi. Bu shayx deydigan bir odam bor. Bu shayx deganimiz shu davrda hamda ot qaraydigan ot boqamdi. Bu odamni shu qal'ada tug'gan. Musta'in hamda davlatni, mamlakatni boshqarish ishlarini, shu Misr diyoridagi butun mamlakatning ishlarini bu shayx topshirgan. Buni Nizamul Mulk deb bu nomni bergan. Demak, bu yerda Musta'in bir bo'rni qo'tonga boshlab kirganda qiladi ha. Amirlarniki hammasi shu xizmatdan bekovlab, xizmatdan ishdan tushgan vaqtida haliq bayatniki ot eg'ilni boshquradigan, ot boshquradigan otboqa shayxniki xizmatiga shu eg'ilga kelib, shu yerda paranglashib qilayotganda bu orliqlarda bu odamning yana otboqa xizmatini tang birga elib bas kerak. Undan boshqa bu odam bir odamni tushiradigan yoki taxtga huquq beradigan yoki huquqdan tushiradigan ishlarning hammasi mush odamniki igdorchiligida, bu shayx degan. Yani demak, Musta'in bu yerda huquqni mutlaq bunga berayotgan cho'ng xatolik. Shunlashqa shu orliqda hamda kundalik ma'lumotni yetkazish uchun bayatınki Miraxur otbaqaniki duvaydar deganimi hamda shu xatchaklarni ko'taradigan odam sultonning, valiyning orasida. Musta'in xalifaning qishig'i berib yorliqlar va shundaqla imzolarga ko'zdan ko'rsatib ma'lumot yetkazdi ekanda. Barbara bu avvallar xalifa hatto davlatda ma'lum bir berilgan yoki yorliqlarni yozmoqchi bo'lsa, uni otboqa Miraxurning bir oldidan o'tkazib o'tib, ondan yozilgan avvallar shakllanishga boshladi. Shuni bilan xalifa bu ishdan ozroq ko'ngli yerim bo'lib, ichi siqilib, jiq andishlar bo'ldi shu orliqda. Shu Shobon oyi bo'lgan vaqtida bu shayx xalifadan so'rabdi, Miraxur hamda. Burunqi odat bo'yicha saltanatni, yani sultonlikni bana bering, bana topshiring debdi. Shuning bilan xalifa debdi, undaqda bir shartim bor. Men bu saroydan o'zimning uyisiga ketay. Chunki o vaqtida mamlakatning poytaxti shu qal'a, shaharning markazi qal'a. Xalifa nomida xalifa bo'lgan bilan bular jiroq dachilda o'tirib, o'zining oti ulug'ini beqib, ya'ni terib shu dachisi yashaydi hamda. Lekin bu Miraxur shayx buningga qo'shilmadi hamda. Qo'shilmay o'z majburiy sulton bo'lib oldi-da, o'zini Muayyad Billah deb atib oldi shu orliqda. Hatto Musta'inni bu xalifa emas, buni elib tashidiq deb ochiq oshkora bayon berdi bu orliqda. Musta'inning o'rniga okisi yoki unisi Davudni xalifa qilib saylab chiqdi orliqda. Musta'inni qasrdan o'zing oil tavobatı bilan birga qo'shib bir qal'aniki kichik bir sarayga, ayrim bir uyga qavab qo'ydi. Hatto boshqa fuqarolar bilan bu ayrim bir to'plashib qolmasin, ko'rishib qolmasin deb bu odamni shu xalq bilan aralashtirmaydigan qaranchiqni keyniga sep qo'ydi shu orliqda. Bu avval Shomning valisi No'ruzbekka yetib borgan vaqtida qozilar, ulamolarni yig'ib bir yerga bu Muayyadning bu xalifani elib tashlatish haqida jiddiy yig'in chaqirib bulardan fatvo so'radi. Nemishqa buni xalifani
nazarbandga oladi degan mazmunda. Bu ulamolar darhol bu Miraxurning qilmishi durust emas deb fatvo bergandan keyin muayyatga urush yoki uningga urush qilish uchun bular hammasi birdek ijmo qildi. Ya'ni ma'qullik kelishdida orliqda. Muayyatmu 817-yilda Şamning valisi No'ruzbekka qarshi otlandi bu damda. Musta'in Billani Iskandariyaga yo'liq silib, hamda Zohir Sultan Zohir Tatarbek shu Misrningki sultoni bo'lganga qadar Iskandariyada Solaqda yashadi Musta'in Billah. Bu Tatar degan hamda ayni vaqtdagi mamluklarning shirkat mamluklarininki bir sultoni. Bu hozirgi Miraxur muayyatdan keyin sulton bo'lgan. Nemishqa buni Tatar deb atagan desa, ayni vaqtida mamluklarning ya'ni turklarningki qoidasida bir bovoq tug'ilgan bo'lsa, ishni tunji bo'lib kim chekkan bo'lsa, shuning ismini yoki shuning tavallik bo'yicha ataydi ekan. Bu Zohir Tatar tug'ilgan vaqtida Tatari, ya'ni Tatar qabilasidan bo'lgan bir odam ishni chekkachgan Misrda. Shuningdek buning ismini Tatar qo'ygan deyilgan. Hamda Tatar muayyatning ustidan g'olib kelib, Misrning sultoni bo'lgandan keyin Xalifa Musta'in Billani Qoiraga kelsalar deb buningga izni berib qildi, ham shundaqla Solaqdan ozod qildi. Lekin Musta'in Billah Iskandariyada turib qilishni yoqtirib qoldi. Chunki Iskandariyani bu odam yoqtirgan, havosi hamma jihatdan ham tijorat qilib nurg'un mol dunyo topgan bu orliq bu odam. O'lib ketganga qadar bu odamni vabo kasali bilan shahid o'lib ketgan 838-yil Jumadil oxirida. Tam shu kunga qadar asosan bu odam Iskandariyada yashagan hamda. Musta'inning zamonasida yuz bergan ajoyib voqealiklardan 813-yilda Nil daryosi Masraning tunji kuni tishib ketdi, ya'ni suv ko'payib ketdi. Bu Masra deganimiz bu qadimgi Saryan tilida Tomuz oyininki 24larini ashta deydi ekan. Hatta 22 gezga yetgan deydi. Ay suninki nisbati. 814-yili bo'lgan vaqtida G'iyasuddin Azam Shoh ibn Iskandar Shoh Hindistonning podshosi xalifadan bir yorliq, ya'ni bizga bir amal mansab bir o'tug'atni basladi. Bu hamda ayni vaqtdagi sultonlar bu xalifadan mush orqali bir o'zininki texmi bir qonunliq sulton podshoh ekanligini kuchga ega qilish uchun xalifaning ya muhrni bostirib xat oladi yoki uningdan bir o'tug'at nom oladi. Bu orqali bu odamning hokimiyati texmi bakrak tiklindi, asosi chin edamda. Xalifadan mush o'tug'at nom talab qilgandan keyin va shu orliqda xalifaga nurg'un mol dunyo avatgan, sultonga hadiya so'q salomlarni avatgan. Demak, buning qargan vaqtida Hindiston podshohlari bilan ayni vaqtida xalifalarning mamluklarning aloqasi yaxshi edi demoqchi bo'lish kerak. Bu to'g'ri Bobur shohlar Hindistonni egallamagan paytlarmiki bu. Bu paytlar. Hamda Musta'in Billah'niki zamonasida o'lib ketgan mashhur shaxslar haqida to'xtalib o'tsak, bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuklardan Muvaffaqid-Din Noshiri degan Yamanning donglik shoiri. Bu odamniki asli ismi Ali ibn Abu Bakr ibn Ali ibn Muhammad, lekin Noshiri degan nom bilan bekrak mashhur hamda. Bu zot 754-yili Yamanniki Zubayd degan viloyatida tug'ilib, shu yerda cho'ng bo'lib, shu yerdagi katta ulamolardan o'qigan. Masalan, dadisi katta ulamo ekanda, dadisi da uningdan boshqa tog'isi qozi ekan shu yerniki. Uningdan boshqa shu Yamanning donglik shaxslarida o'qigan Zubaydda. O'zi donglik adib, she'riyat talanti nihoyatda yuqori. Keyingi mezgillarda o'zi shu Yamanniki o'qitish bilim jihatdagi sohasini bu odam asosli egallagan. Hijriya 844-yili bu odam shu Yamanda o'lib ketgan.
Ondan başqa bu davrda ölüp ketgan mashhur shaxslardan Bag'doddagi Hanbaliylarning buyuk olimi Nasrulloh Bag'dodiy degan kishi. Bu odamni Jalol Bag'dodiy yoki Jaloliddin Bag'dodiy degan nomi bilan bakrak mashhur. Milodiya 1332-yili tug'ilib, milodiya 1409-yili o'lib ketgan. O'zi Iroqningki Hanbali mazhabiningki 8-hijriya 8-asr, milodiya 14-asrdagi buyuk ulamosi bo'ladi. Bu odam Hijriya 733 tug'ilgani. Biz bayatın miladiya şekli boyunca hesapladık. Ondan başqa bu adam Bag'doddagi Mustansiriya, Mujohidiya qatorliq dаңliq maktablar var, madrasalar. Bu madrasalarda o'qituvchilik qilgan. Lekin Damashqqa, Misrga berib, oxiri shu Qoyirada o'lib ketganligi bu odamniki xotirlangan. Bu odamniki Anisul G'arib va Jalisul Arib nomida bir nazmilik kitobi var. Bu kitap asosan Qur'oni Karimdagi xam so'zlarni tushuntirgan. Undan başqa Nazmul Vajiz qatorliq bir kitobi var. Hayotida hamda shu qozilik mansubi bilan shug'ullanish bilan birga nurg'un shu adabiyot, yoziqchilik, tilshunoslik musalada ko'zi ko'ringan buyuklarniki biri. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Makkaning dаңliq grammatika ulamosi Muid Shamsuddin degan kishi. Ismi Muhammad ibn Mahmud ibn Mahmud ibn Muhammad. O'zi tigi kelib chiqishi Turkiston diyorining buyuk shaharlaridan bo'lgan Xovarzmdan. O'zi Hanifiy mazhabningki ulamosi. Nimishqa bu odamni Muid deymiz deganda Muid degan bizning tilimizda xalfat degan gap hamda. Bu Yalubg'a maktabiniki, madrasasiniki xalifati bo'lgan ekan. Makkada o'sha Hanifiy mazhablar, Hanifiy mazhab iqimining ayni vaqtdagi dаңliq mutavallisi bo'lgan. Bu odam nahv ilmini, sarf ilmini yaxshi bilgachga, bu jihatda bu odamniki talanti alohida ko'zi ko'ringan shu davrlarda shunglashqa Hicaz zeminning Makkadagi dаңliq ayni vaqtdagi katta ulamolar bu odamdan hatto ijozat orqali shu nahv sarflarni o'rgangan. Bu odamning deyishicha hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rgan ekan. Ko'rgan vaqtida Payg'ambarimiz buni xitob qilib Muhammad debdi-da hamda. Buning ismi Muhammad qo'y. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxir val qadri xayrihi va sharrihi minalloh deb shuni degan deb Rasululloh xitob qilgan deyilibdi. Vallohu a'lam. Bu zotmi 813-yilda Makkada o'lib ketib, Makkadagi dаңliq qabristonlik Mualla qabristonligida dafn qilingan. Undan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Shihobiddin Husboni degan kishi. İsmi Ahmed ibn Hajj ibn Musa nomi bilan mashhur. O'zi tigi Damashqdan. Bu odamimiz Damashqlik, o'zi mashhur tarixchi, muhaddis. Shu Damashqda tug'ilib, shu yerda o'lib ketgan. İslam tarixchisi, Muarrixul Islom degan nom bilan mashhur bu odam. Chunki Sham diyoridagi butun ayni vaqtdagi ilm ma'rifatniki marjiiyati mush odamga qadalgan. Nurg'un kitoblarni yozib qoldirgan, jumladan Ad-Daris min Akhbaril Madaris. Bu kitob, undan boshqa Jamul Muftaraq nomli kitobi va Mu'jam nomli kitobi va bu faqat ustozlarniki tarjimonini yozgan. Undan boshqa bir tarix haqida bir kitob yozganligi bu odamniki xotirlangan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Yamanning dаңliq faqihsi Shihobiddin Noshiriy degan kishi. Ismi Abul Abbas Ahmad ibn Abu Bakr ibn Ali nomi bilan mashhur. Biz bayatdan gapni qilgan Noshiriylardan. Bu Noshiriy degan mush Yamandagi dаңliq ayni vaqtdagi bir qabila ekan hamda. Bu odam shu Yamanning dаңliq qozisi bo'lgan. Chunki ayni vaqt qozilar faqih bo'lish bilan munosabatlik. Faqih bo'lmasa qozi bo'lmaydi hamda. Bu odamning 815-yilda Yamanda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam fiqh jihatda alohida bir ko'zi ko'ringan. Shunglashqa uzun mezgil fiqh ilmini o'rgatish bilan bu odam mashhur bo'lgan hamda.
Ondan başqa bu davrda ölüp ketken meşhur şəxslərdən şu davrdakı meşhur miras uleması matematik İbnül Haim degan kishi. Bu dağınıq İbnül Haim dese meşhur ama ismi Şahabuddin Ahmed ibn İmadiddin namı ile meşhur. Özü bu adam dağınıq matematik hem bir Müslüman fakih. Bu adam Mısır'ı deyimiz çünkü bu adam 753 yılı Mısır'da doğulgan. Hem bu adamın Maqdisi mi deyimiz çünkü keyingi mezgilde Kuddus Şerif'e hazırkı Palestin'e yütkülüp gelgen. Şu yerde meşhur dan kazanıp 815 yılı miladiye 1414 yılı doğru kıldı. Şu peytte ölüp ketken. Bu adamınki kıymetli eserlerden Risalatul Lumah fil Hisab, El-Havi fil Hisab, El-Maune fil Hisab, El-Havai, Murşidut Talib ila Asnel Metalib fil Hisab, El-Muqni' fi ilmil ceber vel mukabile. Qatarlıq kitapları var. Ondan başqa şu matematika algebra hakkında 59 beytten terkip tapqan bir şiirlar toplumu var bu adamın. Ondan başqa Murşidutullah fi Qavaidil I'rab namlı kitabı var. Bu kitabı bazıdır mı? Miras ilmida Kifaye namlı bir kitabı var. Demek bu adam miras ilmida bu matematik ilmida acayip zor ta'sirlarni qo'zg'agan. Mana bu adamniki köplügen şu matematika hakkındaki eserleri hazırlık kadar İslam dünyasında mevcut. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur yani bir şahıs Yemen'in dağlık şairi İbnül Uleyb degan kişi. Bu kişinin ismi Ahmed ibn Hüseyin namıyla meşhur. Şahabuddin deb namı verilgen. Hicriye 851 yıl tug'ilib. Keçirona xatolaşıptık. Bu İbn Uleyb Ma'adır İbn Qiyim keyingi İbn Uleyb'ken Ma'adır Ma Jalaldin Suyuti'nin demek oğa İbn Uleyb Hicriye 747 815 yılları etrafında ölüp ketken şair İbn Uleyb Halebi degan kishiniki tarix ekan. Bu adam bu Mekke'de ölüp ketken özü Şafi mezhebindeki büyük ulemalardan. Ama Ali ibn Abu Talib taraftarı ise Şiilik Purakba. Ama lekin şu devirde Memlukiler zamanında Yemen'nin tazida Devlet-i Resuliye deydigan bir devlet bo'lgan. Şu peytlerde yaşaganlığı bu adamniki hatırlangan. Bu adam hakkında biz müşrikilik ma'lumotga ega bo'la oldik. Undan başqa bu davrda ölüp ketgan Hanefi mezhebining dağınıq uleması Qazi Askar bo'lgan keyingi davrdagi bir Qazi Askarning dadisi İbn Shahna degan kishi. Yani yoki Muhibbuddin İbn Shahna deymiz. Hicriye 749 yıl tug'ilib, Hicriye 815 yılı ölüp ketgan. Ondaqda bu miladiye 1413 yılı to'g'ri keldi. Bu adam tigi Halep'tin. Bu şu öz davridagi dağınıq Arab tarixchisi hem faqih. Yani Muhammed ibn Mahmud Halep'te neçe qitim özü qazilik mensup bilan shug'ullangan. Onun kendi Damashq ve Qohire'de qazi bo'lib bersinlar deb talab sunilgan. Bu adamın meşhur kitaplarından Emali, hadis hakkında Nihayetun Nihaya fi Şerhil Hidaye. Onun başka Ravzatul Manazir fi ilmil avail vel avahir qatarlık. Ma bu hem de Ravzatul Manazir yak Manazir tarix hakkındaki yazılan kitabı. El Emali hadis hakkındaki yazılan kitabı. Nihayetun Nihaya bolsa bu Hanefi mezhebki Hidaye namlı kitap bo'lsa kerak. Şunun şerhi fiqhi cihette. Demek hem de biz bugün dersimiz müşahitçi bo'lg'ay. Biz keyingi dersimizde Allah xolisa yani bir halife Mu'tazid billahning hayoti bilan tanishib chiqamiz. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.